Assalomu alaykum Burchakka zon obunachilari. Burchatkadan zerikkan odamlar uchun mana stashga. Chekasiga bordyur qo'yib, stashga qo'yib berdi yaqin akamizga. Ustakalarim ham o'tiribdi mana. Bu yerda bir amallab kirib olsam, ichkarilarini ko'rsataman sizlarga. Bu yer mashina qo'ygan garaj. Chekalariga bordyur qo'ydik, ko'chib ketmasin deb. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Kolodislarni ham ko'tarib tekislar o'rnatdik. Bugun 29-iyul 2026 ekan. Anaqa grantlar yasab berdik. Aylantirib bordyur qo'yib, kulxonalar. Bu yoqqa ham qo'ydik, bu yoqqa bordyur qo'ymadik. Bu yerda qurilish ishlari bo'lar ekan shunga. Chekasiga bordyur ko'p qo'ysak, uzoqroq xizmat qiladi. Xudo xolasa ishlarimiz tugadi bugun. Bu yog'ini bugun qo'ydik. Bu yog'ini kecha qo'ydik. Usta haqqi xizmati 10 ming so'm bordyur, 40 ming so'm stashga. Kolodis grantlar bonusiga qo'yiladi. Garaji bu. Qalinligi eng kichkinasi 5 dan 7 gacha qo'yildi. O'ta chiroyli chiqdi. Yaxshi kunlarga nasib qilsin akamiz. Xudo xolasa ishlarimiz tekis, chiroyli chiqdi.